Assalomu alaykum aziz do'stlar. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, bobo-buvlaringiz ushbu yoshga yetgan bo'lsa, diqqat bilan tinglang. Bugungi video aynan siz uchun tayyorlangan bo'lib, undagi ma'lumotlar hayotingizda juda muhim o'zgarishlarga sabab bo'lishi mumkin. Sizning haqingizda gapirmoqdamiz, sizning farovonligingiz haqida. Shu sababli videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Bu nafaqat tavsiya, balki ogohlantirishdir. Chunki bu ma'lumotlar kritik darajada muhim va har birimizga tegishli. Hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati, oldingi holat va hozirgi o'zgarishlar. Azizlarim, oramizda ko'pchilik biladi. Ilgari davlat tomonidan ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar, nafaqalar va imtiyozlarga oid masalalarni hal qilish juda murakkab jarayon edi. Xizmatlarni olish uchun tegishli idoralarga shaxsan borishga majbur edingiz. Bu degani, siz uzun navbatlarda turar edingiz. Bir qancha xonadan ikkinchi xonaga qatnar edingiz. Tushunarsiz shakllarni to'ldirishingizga to'g'ri kelardi. Har bir qadamda qog'ozbozlik, imzo qo'yish, pechat qo'ydirish kabi talablar yuzaga kelardi. Masalan, birgina pensiya hisobini yangilash yoki biror ijtimoiy yordam turini rasmiylashtirish uchun bir necha kun, ba'zan hatto haftalab vaqt sarflashga to'g'ri kelardi. Ayniqsa, yoshi ulug' insonlar uchun bu juda katta jismoniy va ruhiy yuk bo'lib, ko'pincha charchoq va hafsalasizlikka olib kelardi. Ko'p hollarda ba'zi odamlar bu murakkabliklar sababli o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlardan umuman voz kechishardi. Ular buncha ovoragarchilikka arzimaydi deb hisoblashardi va bu esa ularning hayot sifatiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Aziz yurtdoshlar, hukumatimiz tomonidan so'nggi yillarda qator yangi chora-tadbirlar qabul qilindi. Bu esa sizning hayotingizni sezilarli darajada osonlashtirishga qaratilgan. Asosiy o'zgarish shundaki, ko'plab xizmatlar raqamlashtirildi va byurokratik to'siqlar sezilarli darajada kamaytirildi. Endi siz ko'p narsalarni uyingizdan turib, hatto smartfoningiz orqali amalga oshirishingiz mumkin. Bu nafaqat vaqtingizni tejaydi, balki sog'lig'ingizni asrashga ham yordam beradi. Chunki navbatlarda turish, jamoat joylariga borish zarurati kamayadi. Bu yangiliklar aslida ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashga va har bir fuqaroning, ayniqsa keksa yoshdagi fuqarolarning hayotini yanada qulay va qulayroq qilishga qaratilgan. Endi hech kim o'zining qonuniy haqqidan bexabar qolmasligi yoki uni olish uchun ortiqcha mashaqqat chekmasligi kerak. Asosiy qismir nimalarni bilish kerak? Kim xavotirlanishi kerak? Kim xavotirlanishi keling. Endi bu yangiliklarni batafsil ko'rib chiqaylik. Aynan nimalarni bilishingiz kerak? Qaysi qoidalar o'zgardi va bu sizning hayotingizga qanday ta'sir qiladi? Eng muhim o'zgarishlardan biri bu ijtimoiy nafaqalarni olish va pensiyani rasmiylashtirish tartibining sezilarli darajada soddalashtirilganidir. Endi ko'plab arizalar va murojaatlarni My.Donkub.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn tarzda yoki davlat xizmatlari markazlari DXM orqali yagona bir darcha tamoyili asosida topshirish mumkin. Bu degani bir nechta idoraga borish shart emas, bitta joyga borsa kifoya. Kim xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda xavotirlanish kerak bo'lganlar. Bu hali hanuz eski usulda ish ko'rishga odatlangan. Kompyuter yoki smartfon bilan ishlashga qiynaladigan. Shuningdek, so'nggi paytlarda o'z hujjatlarini, pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari yangilamagan fuqarolarimiz. Agar siz so'nggi 5 yil ichida hech qanday ijtimoiy xizmatlardan foydalanmagan bo'lsangiz yoki nafaqangizni olishda qandaydir muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, demak, siz diqqat bilan bu yangiliklarni o'rganishingiz shart. Misol uchun, agar sizning pasportingiz muddatini o'tkazib yuborgan bo'lsa yoki eski namunadagi qog'oz pasport bo'lsa, yangi tartib bo'yicha ba'zi xizmatlardan foydalanishda cheklovlar yuzaga kelishi mumkin. Keling, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. 1. Dilsod aka, 65 yosh. Dilsod aka umrbod qishloqda yashagan. U har 6 oyda bir marta pensiya jamg'armasiga borib, o'zining nafaqa olish huquqini tasdiqlash uchun bir qator hujjatlarni qayta topshirardi. Bu safar ham u odatdagidek tuman markaziga keldi va pensiya bo'limiga navbatga turdi. Biroq unga yangi qoidalarga ko'ra, endi bunday turdagi tasdiqlash uchun shaxsan kelish shart emasligi, bu jarayonni My.Donkub.uz orqali elektron raqamli imzo yordamida uyidan turib amalga oshirish mumkinligi aytildi. Dilshod aka buni bilmasdi.
uning kaliti ham yo'q edi. Natijada u bir kunini zoya ketkazdi. Bu vaziyatda Dilshod da aka xavotirlanishi kerak bo'lgan guruhga kiradi. Chunki u yangi tizim haqida ma'lumotga ega emas va unga adaptatsiya qilishda yordam kerak. Unga kalitini olish va onlayn xizmatlardan foydalanishni o'rganishda yordam berish kerak. Agar u bu o'zgarishlardan bexabar qolaversa, kelajakda nafaqa olishda qiyinchiliklar yoki uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. 2. Shahnoza opa 7000 yosh. Shahnoza opa elektr energiyasi va gaz uchun subsidiya olish huquqiga ega edi, ammo arizani qayerga va qanday topshirishni bilmas edi. Har doim biror yoshroq qarindoshdan yordam so'rashga majbur bo'lardi. Endi yangi tizim orqali arizani bir necha daqiqada davlat xizmatlari markazida yoki myTalk.uz orqali topshirish mumkin. Lekin buning uchun faqat yangi shakldan foydalanish kerak. Shahnoza opa eski shakl bilan mahalliy hokimiyatga murojaat qilgan va arizasi qabul qilinmagan. Unga DXMga borish yoki onlayn ariza to'ldirish tavsiya etilgan. U ham xavotirlanishi kerak, chunki eski odatlar bo'yicha ish ko'rib, o'zining haqqidan mahrum bo'lishi mumkin. Unga yangi shakl va murojaat qilish joyi haqida aniq ma'lumot kerak. Yangi shaklida ba'zi mayda ma'lumotlar, masalan, oila a'zolarining soliq identifikatsiya raqami, STIR kabi qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinishi mumkin. Bu esa eski shakllarda mavjud emas edi. Kim xavotirlanishi shart emas. Xavotirlanishi shart bo'lmaganlar bu yaqinda o'z hujjatlarini yangilagan, shaxsiy ma'lumotlari to'liq va aniq bo'lgan. Shuningdek, myTalk.uz portalidan yoki davlat xizmatlari markazlari xizmatlaridan faol foydalanadigan faol fuqarolarimiz, agar sizning barcha ma'lumotlaringiz elektron bazalarda to'g'ri aks etgan bo'lsa va siz uchun bu o'zgarishlar faqatgina o'zgalar bilan do'st bo'lsangiz, siz ham bu o'zgarishlar faqatgina qulaylik yaratadi. Ravshan amaki yaqinda nafaqaga chiqdi va uning farzandlari zamonaviy texnologiyalardan yaxshi xabardor. Ular Ravshan amakiga pasportini ID kartaga almashtirishda, bank hisob raqamini rasmiylashtirishda va kalitini olishda yordam berishdi. Natijada Ravshan amaki barcha hujjatlarini myTalk.uz orqali bir necha daqiqada topshirdi va nafaqasi o'z vaqtida hech qanday muammosiz hisobiga tushmoqda. U yangi tizimning barcha afzalliklaridan foydalanmoqda va hech qanday xavotirsiz yashamoqda. U yangi tartiblarni tushunadi va ulardan samarali foydalanadi. Asosiy qism 2. Qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va kutilmagan nozikliklar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi tartib qoidalarida ham o'ziga xos istisnolar va e'tibor berish lozim bo'lgan qaltis jihatlar mavjud. Ba'zi holatlarda standart tartib qo'llanmasligi yoki qo'shimcha choralarni talab qilishi mumkin. Bu ayniqsa murakkabroq vaziyatlarga duch kelgan insonlar uchun muhim. 1. Chet elda yashagan fuqarolar. Agar siz uzoq muddat chet elda yashagan bo'lsangiz va endi O'zbekistonga qaytgan bo'lsangiz, sizning hujjatlaringizni tasdiqlash va tizimga kiritish muddati odatdagidan uzoqroq bo'lishi mumkin. Buning sababi sizning xorijdagi faoliyatingiz, ish stajingiz yoki pensiya fondlariga badallar to'laganingiz haqidagi ma'lumotlarni tekshirish zarurati bilan bog'liq. Ba'zi hollarda tegishli hujjatlarni xorijdagi elchixonalarimiz yoki konsulliklarimiz orqali legallashtirish talab qilinishi mumkin. Bu jarayon qo'shimcha vaqt va sabr talab qiladi. Shuningdek, sizning avvalgi fuqaroligingiz agar mavjud bo'lsa ham tekshirilishi mumkin. Bu esa ma'lumotlar almashinuvini murakkablashtiradi. 2. Familiya yoki ismdagi tafovutlar. Hujjatlarda familiya, ism yoki ota ismi boshqacha yozilgan holatlar tez-tez uchraydi. Masalan, pasportingizda Mirzayev deb yozilgan bo'lsa, lekin pensiya guvohnomangizda Mirzoyev deb ko'rsatilgan bo'lsa, bu kichik tafovut ham tizimda xato deb qabul qilinishi mumkin. Bunday holatlarda sizga bu tafovutni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar, masalan, AXDG bo'limidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu holat ayniqsa turmushga chiqqan ayollar o'z familiyalarini o'zgartirganda, lekin barcha hujjatlarni yangilamagan bo'lsalar, tez-tez uchraydi. Bu holatda sizdan nikoh guvohnomasi va pasport ma'lumotlarining o'zgarishi haqidagi ma'lumotnomalar talab qilinadi. Texnik qiyinchiliklar va raqamli savodxonlik. Hamma ham kompyuter yoki smartfonni bemalol ishlata olmaydi. Ko'plab keksa yoshdagi fuqarolar uchun onlayn platformalardan foydalanish murakkablik tug'dirishi mumkin. myTalk.uz portalida ariza to'ldirish kalitini ishlatish ba'zilar uchun jiddiy to'siq bo'lib ko'rinadi. Bunday holatlarda sizga yoshroq oila a'zosi, qo'shni yoki davlat xizmatlari markazlaridagi malakali mutaxassis yordami kerak bo'ladi. Ba'zi DXMlarda ko'ngillilar yoki maxsus ajratilgan xodimlar
keksa yoshdagi fuqarolarga onlayn arizalarni to'ldirishda bepul yordam berishadi. Bu juda muhim. Chunki texnik qiyinchiliklar sababli o'z haqqidan mahrum bo'lish adolatdan emas. 4. Jismoniy imkoniyat cheklangan shaxslar uchun istisnolar. Agar sizning sog'lig'ingiz tufayli o'zingiz shaxsan davlat xizmatlari markaziga yoki boshqa idoralarga bora olmasangiz, ishonchnoma bilan yaqin qarindoshingiz barcha ishlarni hal qilishi mumkin. Ammo ishonchnomaning to'g'ri rasmiylashtirilganligi juda muhim. U notarius tomonidan tasdiqlangan bo'lishi shart va unda aniq qaysi xizmatlar uchun vakolat berilayotgani ko'rsatilishi kerak. Ba'zi hollarda maxsus ijtimoiy xizmatlar xodimlari uyga kelib xizmat ko'rsatishlari ham mumkin. Ammo bu haqda oldindan murojaat qilish va shartlarni aniqlashtirish zarur. Misol uchun, saxovat va ko'mak jamg'armasi orqali beriladigan yordam uchun arizalar bevosita ijtimoiy xizmat xodimlari tomonidan qabul qilinishi mumkin. 5. Qo'shma hujjatlar talab qilinishi mumkin bo'lgan holatlar. Ba'zi noyob vaziyatlarda standart hujjatlar to'plamiga qo'shimcha ravishda sizdan kutilmagan hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, agar sizning pensiya stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar noto'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa yoki arxiv hujjatlari xatolar bo'lsa, sizdan sud qarori, arxivdan ma'lumotnoma yoki guvohlarning ko'rsatmalari talab qilinishi mumkin. Har bir holat individual ko'rib chiqilishi sababli barcha ma'lumotlarning aniqligini ta'minlash muhimdir. Praktik tavsiyalar. Siz nima qilishingiz kerak? Azizlarim, endi amaliy qadamlarga o'tamiz. Sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Shunda siz hech qanday muammosiz barcha zarur xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Bu qadamlar oddiy va tushunarli bo'lishi uchun tuzilgan. Birinchi qadam, hujjatlaringizni to'g'riligini tekshiring. Eng avvalo o'z pasportingizni yoki ID kartangizni tekshiring. Uning muddati o'tmaganmi? Undagi ma'lumotlar to'g'rimi? Familiya, ism, tug'ilgan sanasi kabi ma'lumotlar pensiya guvohnomangizdagi ma'lumotlar bilan bir xilmi? Agar biron bir farq bo'lsa, darhol uni to'g'rilash choralarini ko'ring. Agar sizda eski namuna qog'oz pasport bo'lsa, iloji boricha uni yangi ID kartaga almashtirishingiz tavsiya etiladi. Bu kelajakda ko'plab xizmatlardan foydalanishni osonlashtiradi. Pasportdagi rasmning ham dolzarbligiga e'tibor bering. Keyingi muhim hujjat bu sizning pensiya guvohnomangiz. Unda ham shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. Bank hisob raqamingiz tafsilotlari ham juda muhim. Nafaqalar va ijtimoiy yordam pullari aynan shu hisob raqamiga o'tkaziladi. Bank karta raqamingiz, bankning nomi va shifri kabi ma'lumotlarning aniqligini tekshirib oling. Agar bank kartangizning muddat tugagan bo'lsa, bankka murojaat qilib yangisini oling. Ikkinchi qadam, elektron raqamli imzo. Erik kalitini oling. Bu juda muhim qadam. Erik kaliti sizga MyBookUp uz portali orqali ko'plab davlat xizmatlaridan uyingizdan chiqmasdan turib foydalanish imkonini beradi. Erik kalitini olish juda oddiy. Siz davlat xizmatlari markaziga borishingiz yoki MyThinkOft uz portali orqali onlayn ariza topshirishingiz mumkin. Buning uchun sizga pasport va mobil telefon raqami kerak bo'ladi. DXM ga borganda xodimlar sizga to'liq yordam berishadi. Erik kaliti odatda 1 yil muddatga beriladi va keyinchalik uni qayta yangilash mumkin. Bu xuddi sizning shaxsiy elektron imzongizdek gap. Bu hujjatlarga elektron tarzda imzo qo'yish imkonini beradi. Uchinchi qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Sizda ikkita asosiy yo'nalish bor. Davlat xizmatlari markazlari, DXM. Agar siz onlayn ariza topshirishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz yoki shaxsan murojaat qilishni afzal ko'rsangiz, yashash joyingizdagi eng yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda malakali mutaxassislar sizga barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirishda va arizani to'ldirishda yordam berishadi. Ularga borishdan oldin pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, bank hisob raqamingiz tafsilotlari va agar mavjud bo'lsa, erik kalitingizni tayyorlab boring. Ba'zi hollarda nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomasi yoki tibbiy ma'lumotnoma kabi qo'shimcha hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ularni ham oldindan tayyorlab qo'yish foydadan xoli emas. DXM xodimi sizga qaysi hujjatlar kerakligini aniq aytadi. 2. MyBookUp Group'ki o'z yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Agar sizda erik kaliti bo'lsa va kompyuter yoki smartfon bilan ishlashga qodir bo'lsangiz, barcha jarayonlarni uydan turib amalga oshirishingiz mumkin. MyBookUp o'z saytiga kiring. Saytning yuqori o'ng burchagidagi kirish tugmasini bosing va eri orqali tizimga kiring. Asosiy sayfada olim va yoshdagi shaxslar uchun imtiyozlar yoki ijtimoiy yordam va nafaqalar bo'limini toping.
Sizga kerakli xizmatni tanlang. Masalan, pensiya hisobini yangilash, ijtimoiy nafaqa olish uchun ariza. Arizaning har bir bandini diqqat bilan to'ldiring. Ma'lumotlarning to'g'riligiga ishonch hosil qiling. Agar qandaydir savollar tug'ilsa, sahifaning pastki qismida ko'rsatilgan yordamchi markazining telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Barcha ma'lumotlarni kiritgach, arizani elektron tarzda imzolang va yuboring. Sizning arizangizning holatini ham MyBonk.gov.uz portalidagi shaxsiy kabinetingiz orqali kuzatib borishingiz mumkin. 4-qadam qo'shimcha maslahatlar. Agar sizga o'zingizga ishonch hosil bo'lmasa, yoshroq oila a'zoyingizdan, farzandingizdan yoki nabrangizdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga erik kalitini olishda, MyBonk.gov.uz portalida ro'yxatdan o'tishda va arizalarni to'ldirishda yordam bera oladi. Esda tuting, davlat xizmatlari markazlarida ham sizga bepul yordam ko'rsatiladi. Hech qachon o'z haqqingizdan voz kechmang, chunki bu o'zgarishlar aynan sizning hayotingizni osonlashtirish uchun qilingan. Yakuniy xulosa va so'nggi chaqiriq azizlarim. Bugun biz sizning hayotingizga bevosita ta'sir qiladigan juda muhim ma'lumotlarni ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, hukumatimiz tomonidan amalga oshirilgan barcha bu o'zgarishlar sizning farovonligingizni oshirish, hayotingizni yanada qulay qilish maqsadida qilingan. Eski byurokratik to'siqlar olib tashlandi. Endi zamon bilan hamnafas bo'lish va yangi imkoniyatlardan foydalanish vaqti keldi. O'z haqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan tortinmang. Bu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki ehtimol o'zingiz duch kelgan qiyinchiliklar va ularni qanday yengib o'tganingiz haqidagi tajribalaringizni sharhlar bo'limida yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni do'stlaringiz va yaqinlaringizga ulashishni unutmang, ayniqsa 6 yoshdan oshgan tanishlaringizga. Kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosing. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.